Men bugun Respublika reabilitatsiya markaziga keldim. Bu yerda meni onam 1 yildan ortiq davolanyaptilar va hozir o'zgarish juda yaxshi va ko'p insonlarimiz kommentariyada videolar qo'ysam ko'rib, o'zgarish juda yaxshi, qayerga boryapsizlar, nima lecheniya qilyapsizlar deb va mana shu reabilitatsiya markazida ko'plab insonlar har xil kasalliklar bilan kelishadi. Insult va boshqa kasalliklar bilan va mana shu videoni shu yerga kelib olishga qaror qildim. Sababi kommentariyada ko'pchilik savollar berishadi. Qayerda meni oyim, yo meni dadam, yo meni ukam, opam har xil mana shunaqa kasalliklar bilan chalingan deb va mana shu yerga kelib nevropatolog doktor Charos Bahadirovna bilan birgalikda video qilishga qaror qildim. Videoni kuzatinglar, balki kimgadir mana shu video naf keltirib qolar. Men Mamatxanova Charos Bahadirovna 14 yildan beri nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi asab kasalliklari bo'limi mudirasi sifatida faoliyat yuritib kelaman. Shuni aytmoqchi edim, yana shu o'rinda biz mana ko'pgina davlatlarga chiqqanmiz reabilitatsiya yo'nalishida. Mana Koreya davlati bilan memorandum tuzdik, bundan tashqari Yaponiya davlatida bo'ldik, Turkiyada bo'ldik. Nima demoqchiman? Butun dunyoda bu insultdan keyingi birinchi o'rinda turadigan narsa bu reabilitatsiya. Bizda mentalitetimiz shunaqa yaxshi ko'rishadi, ukol olishni yaxshi ko'rishadi. Insult bo'ldi, shu yillab to'shakligi mixlanib faqat kapelnitsa olib yotishadi. Aslida bu noto'g'ri narsa. Mana oxirgi marta Yaponiyaga borganimda ko'rdim, reabilitatsiyani reanimatsiyadan boshlashyapti. Hattoki reanimatsiyada yotgan bemorlarni reabilitatsiya qilishyapti. Afsuski bizda bu soha ozgina orqada qolgan, oqsagan. Shu uchun ham men har doim bemorlarga aytaman, qancha erta reabilitatsiya boshlasak, shuncha yaxshi natijaga erishamiz. Albatta, reabilitatsiyada ham qarshi ko'rsatmalar bor. Qaysidir holatlarda mumkin emas. Lekin o'sha qarshi ko'rsatmasi bo'lgan bemorlarga ham reabilitatsiyaning qaysidir turlarini qo'llashimiz mumkin. Bizda asosan qanaqa bemorlar yotadi? Bizda o'sha bosh miya qon tomir kasalliklari, insult va uni asoratlari, umurtqa orqa miya jarohatlari va uni asoratlari, ya'ni qo'l oyoqlarda harakat cheklanishi bilan, DTP, polimiyelit, bundan tashqari bosh miya neyrodegenerativ kasalliklar va uni asoratlari bilan bemorlar murojaat qilib kelishadi. Bizda endi xizmat qanaqa? Bizda asosan nogironligi bo'lgan shaxslarga xizmat ko'rsatamiz. Bunaqa bemorlarimiz order asosida davlat tomonidan bepul yotib davolanish haq-huquqlariga egalar. Va bundan tashqari bizda xo'jalik hisobidagi koyka ham bor. Bunda o'sha pul to'lab, pul asosida yotib davolanish huquqiga ham ega. Mana musulmonni onalari ham 1 yil oldin bizga murojaat qilib kelgandilar, ya'ni gemoragik insult bilan Moskvada o'tkazgandilar. 1 yildan beri bizda 3-marta adashmasam lecheniyaga olgani kelishdi. Hozirda ahvollari yomon emas. Kelganda katalka deydilar, juda ham og'ir ahvolda kelgandilar. Mana hozir уже sekin-sekin hadunokda yurish boshlayapmiz. Bitta-ikkita qadam tashlashni boshladik. Bu 3-marta kelish uchun menimcha yomon natija emas. Yana ko'pchiliklar savol berishadi. Bu yoqqa qanday boramiz? Masalan, hozir aytyapsiz, order bo'yicha juda qulayliklar ko'p, chunki biz ham o'sha orderni olganmiz. Va yana bitta narsani aytmoqchimanki, bu yoqda ko'p yillardan beri yotib davolanib, oyoqqa turib ketgan bemorlarni ko'rdik. Ya'ni ularni o'zlari kelib, onamga motivatsiya bo'lishyapti. Va shunaqa insonlarimiz o'ylashyaptiki, juda qimmat, uzoq, kimdirdir ota-onasi shu yoqda o'zlari chet elda ishlashadi. Qanday chaqirish mumkin, ya'ni o'shanaqalar? Bee'tibor bo'lmaslik kerak. Albatta, insultga chalingan bemorlar umuman har qanday kasallikdan keyin reabilitatsiya bu albatta muhim. O'sha aytganingizdek ko'pchilik o'ylashadi, yotgandan keyin katta pul ketadi. Aslida unaqa emas. Agar masalan harakati cheklangan insonlar, bularga albatta nogironlik beriladi guruhi. Nogironlik guruhi bergandan keyin bu bemorlarimiz order asosida yotib davolanish huquqiga ega. Bundan tashqari mana hozir bizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tashabbusi bilan bizda ambulator xizmat ham tashkil qilindi. Ya'ni ambulator xizmat bu poliklinika tomonidan yo'llanma beriladi va bepul kelib bemalol o'sha LFK muolajalarini, fizioterapiya muolajalarini qatnab olish huquqiga ham ega bunaqa insonlar.
ko'pchilik bemorlarimizni eng katta qiladigan xatolari bu insultga chalingandan keyin qimillatish mumkin emas deb faqat yotqizib qo'yishadi. Shunaqa patsientlar keladi, yillab yotgan, уже bo'g'imli kontrakturaga chalingan, qotib ketgan bo'ladi. Yana shunaqa ayrim insonlar bor, juda ham beparvo, o'tib ketadi, o'zi qo'l-oyog'im o'z-o'zidan ishlab ketadi, ozginadan keyin deb bu beparvolik qilishadi. Albatta, vaqtida murojaat qilmagandan keyin bu asoratlarni tiklash ham, reabilitatsiya qilish ham bizga bir muncha qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Nafaqat bizga, balki bemorning o'ziga ham qiyinchilik tug'diradi. Chunki harakat bo'lmagandan keyin, ular bo'g'imlar bilan ishlamagandan keyin bo'g'imlar qotishi, borib kontrakturaga o'tib ketishi boshlaydi. Bitta yomon fikr, masalan, o'zimiz ham onam bemor bo'lib kelyapmiz. O'zlari muddat o'tkazib olishadi, e'tibor bo'lib, keyin yaxshi masakan doktorlar degan joyi ham bor. Bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Eng avvalo kasal bo'lmanglar. Mabodo kasal bo'ldinglarmi, mana shunaqa dardga chalindinglarmi, Chalis Bahadirovnaga murojaat qilishingiz mumkin. Fikringiz bo'lsa kommentariyada yozasiz. Kommentariyni nafaqat men, bular ham o'qiydilar va kontakt nomerlarini qoldiramiz. Sizga rahmat. Sog' bo'linglar, qo'rqmanglar.